Rasman Samvel Babayan Andijondan ketdi. Kambodja terma jamoasi o'zbekistonlik futbolchini mahalliylashtirdi. Xayrullo Hamidov Abduqodirni Manchester City darajasidagi futbolchi emasligini ta'kidladi. Shu va shunga o'xshash xabarlar videomiz davomida kanalimizga obuna bo'lib, like bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Rasman Samvel Babayan Andijondan tark etdi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lumki, Samvel Babayan bilan klub o'rtasidagi shartnoma 2 yilga mo'ljallangandi, biroq ikki tomondan o'zaro kelishuvga binoan amaldagi mehnat shartnomasi muddatidan avval bekor qilindi. Murabbiy esa shartnoma belgilangan muddatdan oldin bekor qilinganligi sababli unga to'lanish kerak bo'lgan kompensatsiya mablag'laridan voz kechganligini ma'lum qildi va klubni moliyaviy tomondan qiyin ahvolga solib qo'ymasdan qo'llab-quvvatlashni ham ta'kidlab o'tdi. Kambodja terma jamoasi o'zbekistonlik futbolchini mahalliylashtiradi. Yarim himoyachi Alisher Mirzayev endilikda Kambodja terma jamoasi sharafini himoya qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Kambodja terma jamoasi 2026-yilgi Janubiy Sharqiy Osiyo Kubogiga 9 nafar mahalliylashtirilgan o'yinchilar bilan kuchaytiriladi. Ular orasida o'zbekistonlik 30 yoshli futbolchi Alisher Mirzayev ham bor. Yarim himoyachi bugungi kunda Kompong Deva klubiga o'ynaydi. Xayrullo Hamidov Abduqodir Husanov haqida gapirdi va uni Manchester City darajasidagi o'yinchi emasligini ta'kidlab o'tdi. Abduqodir Manchester City darajasidan yuqoriga chiqib ketganini ko'rsatdi. Hatto yozishdi ham, inglizlar yozishdi. Hozirgi Manchester City Husanov darajasida emas deb yozishdi.